Bu insonning asl ismi Otabek. Gazdan. Yomon. Ketdik. Bo'ldimi bu? Voy be. Nechta kanalingiz bor YouTube'da? Ikkita. Bekor puliga. Birinchi kanalim bekor 1,5 millionga chiqib bo'lgan. Asosiy doxod YouTube'da. Asl yo'q. Hamma qiziqdi, tamom, konfidensial informatsiya. Qayerda o'qiysiz? Dubayda. Bozorchi degan, allomati degan opam, prostitutka degan, короче, Dagestanskiyga yo'tdi, misol uchun, ko'chaga chaqirgan joyga o'zi chiqmadi. Bir hafta man tashqari videolarni qilib jo'natyapman. Unga yoqdi, короче. Movelox, короче, hech kim bilmaydi. Movelox darajada 10 million. Polni yorida yurganingizdan keyin qanaqa pul ishlayapti, qanaqa summa aylanayapti u bolada. Endi gapirmaysiz, hammaga mana odamlar istoriyangiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Oybek Raymberdiyev. Bugun biz ajoyib bir xonadonga tashrif ko'rsatuvimizni davom ettiryapmiz. Bugun biz ajoyib mehmonimiz Bekor PUBG Mobile va TikTokda mashhur bo'lgan o'zbek blogeri, streameri, to есть hammasi har taraflama bor bo'ladi. O'sha insonning uyiga mehmon bo'lamiz. Bu insonning asl ismi Otabek. O'sha insonni hozir uyiga kiramizda nima qilamiz? Akalar aytinglar. Birinchi like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qaysi mehmonning uyiga borishni xohlaysizlar? Обязательно yozib qo'yish kerak, chunki yozmasa bo'lmaydi. Unda biz kirdikmi? Unda kiramiz va obzor qilamiz, suhbatlashamiz. Ketdik. Xo'p. Akalar, 4-qavatda joylashgan. Ketdik. 4-qavatga o'tamiz. Ya bismillah. Chunki bitta narsa borda. Bu yerda Ricky PUBG Mobile. Ikkita uchta inson, ijodkorlar shu yerda ijod qilishadi. Bu inson o'zi asli juda shunaqa mavzularli, nozik mavzular bilan ano'lana. To есть so'kib mashhur bo'lib ketgan. Har xil o'zbek klassika qo'shiqlarini klassikaga aylantirgan inson. Bu 4-qavatda chiqish problema, lekin demak biz mana shu ishni taqillatamiz va sizlar bilan qiziqarli, ajoyib, maroqli, zo'r intervyu bo'ladi, ko'rasizlar. Nasib bo'lsa, unda taqillatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Şurada. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Gazdan. Yomon. Uzrni pastga tushdik, qaytdik. Lichenziya bor, yaxshi bekor administrator. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana shunda qo'zaydi. Nimaga o'zi tinchmi? Assalomu alaykum. Qalaysiz aka? Siz emisiz? Tanidingizmi? Bu otani tanidi. Nimaga tinchmisiz? Yoqimli ishtaha. Qoringiz och qoldimi? Ketdik. Bo'ldimi bu? Ha, o'sha ketdik. Voy be. Ketdik qani? Ya prikol qo'ydi o'yladi. Nimaga tinchmisiz? Tinch. Masxara to'g'ri. Qanaqa qilarkan? Yoqimli ishtaha. So'qoq qo'yish kerak. Qo'y farqi. Endi oladi, necha o'zim reklama o'qib qolmasin undoq qilib. Ya'ni qaysi? O'rtoqlar, mana shu kompaniya bizga pul to'lasa reklama qilib beramiz, taklif qilib. Shunaqa kompaniyalardan shartnoma qilganmiz? Ko'rasizlar, streamerlarga life hack, короче. Streamerlarda bu narsa ichayotganinglarda mana shunaqa qilib blog qilib qo'ysanglar, hamma qiziqadi auditoriya nima ichayotgan ekan bu streamer deb. Keyin shunaqa o'sha kompaniya o'zini brendini taniganidan keyin sizlarga reklama asosida aloqaga chiqadi. Crazy Fox plug. Siz shunaqa qilganmi? Ha? Sizga chiqqanmi? Endi. Qaysi kompaniya bilan ishlamoqchisiz? Gapiravering. Gapiravering, reklama bizga farqi yo'q, uraveramiz. Ha, yo'q.
Aytingchi. Короче, xudo xohlasa, o'xshasa bitta kompaniya bor. Bizdan streamga tam suv pul olib keladi. Endi protsess ketyapti, aytib qo'yish kerak. O'xshamay qolsa, tipa maqtangani yo'q. Proses boshlangandan keyin aytaverasiz. Protsess boshlanmaydi. Qo'yishgandan keyin aytaman. Sotib oldingiz-ku hozir uni. U sizga blok bilan olib qo'yish kerak. Ha, u magazinda ko'rmadim lekin uni sotuvda bor. Yangichasi takoy. O'rtoqlar yangichasi ekan. TikTokdami? TikTokdami yoki O'zbekistonda. Yo'q, streamingizdami yoki TikTokka qo'ymoqchimisiz? Streamimda. Bu короче, mana amerikanskiy blogerdan ko'rgansiz-ku. Tipo o'tiradi-da, orqasida Red Bull turadi. Tit qorish joy fabrasi. Orqasida ana xolodilnik turadi, mini xolodilnik turadi-da. Har xil brendlar turadi, misol uchun har xil streamerlar. O'sha brendlar pul to'laydi, просто streamda o'sha xolodilnik turishi uchun. Rostmi? Endi biz har emas streamer masalan, men oddiy blogerman. Menda endi tashqi reklama bor. Moliga o'xshayapti. Kapitaliga o'z qo'yishadi bola. Sizni fanatlaringiz bor-ku. Qarashyapti, chunki reklama bo'lib qolishi uchun. Eng qizig'i meni havasim keltirib shaqillatib ichyapti. Men siz meni intervyu olib yotaman. Okey, sizga o'qib qo'yaman. Yo'q, men ichmayman endi. Nima qilaman? Xo'p, keling, bizning asosiy maqsadimiz kompyuteringiz qancha? Kompyuter. Case so'zini, короче, APG uzdan, короче, 1600, короче, shundan tepa yig'ilganda. Mana shu case so'zi, короче, ichidagi narsalari bilan-da. Bo'ldi shu. Monitor $250. Klaviatura Klaviatura $30. Tak самый дешевый, самый arzoni. Mishga ham bir $13 emizmi? Arzon. U narsani aytish kerakmi o'zi? Da, aytavering. Hamma aytadi-ku. Bo'ldi shu. Endi asosiy dahot qaydan sizda? Salom alaykum, yaxshimisizlar, tushibsizlar, charchabsizlar. Keyin olib o'tamiz. Har xil aka. YouTube'dan keladi, misol uchun. Donatdan keladi, monetizatsiyadan bir simpul kelmaydi. UC'dan keladi. Endi bu PUBG bo'yicha UC'dan anaqadan keladi. UC nima degani o'zi? UC nima degani? UC bu PUBG'dagi soqqa, chonsmi? Qanchalarmi? Yo'q, короче, mana короче. Pul yo'qmi? Men summa yo'q. Kavachlik. Pulam yo'q ya'ni. Короче, hayot so'm bo'lsa, o'tda UC'da chonsmi? Misol odamlar realniy pulini tikib turib, o'yindagi pulni sotib oladi. O'yinning ichida har xil narsalar sotib olish uchun. Demak, PUBG'dagi valyuta. PUBG'dagi valyuta. Bitcoin. Kriptovalyuta. Nechta kanalingiz bor YouTube-da? Ikkita. Ikkita. Bekor. Bekor PUBG. Bekor PUBG'dan pul ishlamaysiz. Ikkalasidan ham ishlaymiz. Streamdan. Monetizatsiya bo'yicha. Nimaga ulamagansiz? Kattasiga ulamaganimiz sababi o'tda 50 millionga uchib ketgan videolar bor-da. Ular avtorskiy prava bor. 50 million prosmotr qani ko'rsingchi. Siz videongiz 50 million qo'yilgan. 50 millionga yaqin. Qanaqa video? Animatsion video o'zimniki emas. Montaj qilib qo'yib yuborgan, chopib yuborganman, nechonsmi? Voy. 50 million? Yo'q. 61 million ekan, adashmayman. Bu sizga qarashingmi? 61 million. 61 million sizniki. Mana kanalimga qo'yilgan. Siz ingliz tilini yaxshi tushunasiz-da? Ingliz tilida I create real Iron Man costume 2020. O'zbekistonda. Ha? Yo'q. Ha. Siz rekord. Rekordmi? Bunga nima avtorskiy so'rashganmi? Bu, короче, mana avtorskiysi bor. Hozir ko'rsataman. Kimga bu? Anaqaga Disney, Sonyga qarashli Disneyga, Walt Disney. Короче, ko'p kompaniyalar bor mana bu yozib qo'ygan. Shu kompaniyalar, короче, avtorskiy olgan. Atak bu основной mana Bekorga qo'yilgan. TikTok'ga. Короче, men основной kanalimda animatsiyalar qilganman. Har xil. Misol uchun animatsiyalarni montaj qilib qo'yib yuborganman boshqa odamlarni, misol uchun YouTube'dan o'tib, короче, montaj bilan shug'ullangan. Mana shunaqa qo'yib yuborganman. Bittasi rekomendatsiya tushib qo'ygan, YouTube'ga rekomendatsiyasiga. O'shaning uchun bu monetizatsiyasiga
Agar qiziqsam, monetizatsiya qilmoqchi bo'lsam, bu videolarni hammasini o'chirib yuborishimga to'g'ri keladi. Kapironi qanday beradi? Uchi menga hozir pul kerak emas, misol uchun finansdan qiynalmayapman. Подписчик olib keladi bu. Har kunidan 3000, 4000, 3000, 4000. Uchi подписчик olib kelgani yaxshi. Chunki men yangi qo'yayotgan PUBG, Free Fire, boshqa gamerskiy narezkalarimni qo'ysam, men o'sha olib kelib bo'lgan 150 ming подписчик hisobiga rekomendatsiyaga tushiradi, tushunyapsizmi? Tushundim. Menaki. O'zbekchasiga da'voga. Da'vo. Xo'p, to'g'risini siz bu videoni ko'rganman, YouTube'da ko'rganman. Va javob beraman ko'rganman. Hozir ko'rdingiz-ku, bor ekan. Kanalingiz emas. Mana uni videoni o'zini ko'rganman. Tushundingizmi? Rekomendatsiyada. Men kanalingizni bilmasdim bu kanalingizni. Hozir bildim. Naqadda kanalingiz bor ekan. Na samom деле bilmasdim men. TikTokda bilardim. YouTube'da mana 30 mingga yaqin obunachi bor kanalingiz bilardim. Stream qiladigan kanalingiz bor. Boshlang, savol. Tushunmayman. Men ikkinchi kanalingizni bilardim. Hali stream qilayotgan kanalingiz. Buni bilmasdim. Nimaga hozir ko'rib hayron qoldim, 152 ming odam bor ekan. Buni ham tashlab qo'ydim. Bunga уже men hozir montajyor qidiryapman, короче, чтобы короче, men faqat stream qilish uchun и montajyorlar полный, короче, kontentlarni streamlardan narezkalar qilib bersa, men YouTube'ga qo'yaversa. Chunki algoritm o'zi o'rgan bo'lganman-da. Misol uchun TikTokda ham birinchi kanalim bekor 1,5 millionga chiqib bo'lgan. Misol uchun 0 dan yana 1,5 millionga kanal olib chiqish bilaman-da, misol uchun. Algoritm qanaqa ishlaydi, qanaqa video qo'yish kerak, kuniga nechta qo'yish kerak, hammasini bilaman-da, tushunyapsizmi? Dal shani xitlashga ko'p kontent kerak. Ko'p kontent uchun vaqt bo'lmayapti hozir, tushunyapsizmi? Shuning uchun hozir montajyor bo'lsa, bular yana ham ko'tarilib ketadi. Bu yil 2021-yil, xudo xolisa. Oling montajyor. Asosiy doxod YouTube'dan. Yo'q. Asosiy doxod boshqa joydan. Hamma qiziqdi, tomon konfidensial informatsiya, oilaning sekreti. Oilaning sekreti shunda. Oilaviy biznes qo'ya qolaylik. Qayerda o'qiysiz? Dubayda o'qirdim. Hozir tashlab oldingiz? Tezroq. Qachon ketasiz? Yo'q, tashlab oldim, polностью tashlab oldim. Ketmaysiz. Ketsam ham, misol uchun qanaqa ketaman, frilanser bo'lib ketaman. Ya'ni, misol uchun Dubayda frilanser viza bor, 2 yilga beriladi-ku. Xabarim bor. Shunaqa qilib ketsangiz bo'ladi. Nimaga tashlab ketding degan savol bersangiz, javob yo'q. Nimaga tashlab oldingiz? Nimaga o'qish tashlab oldim? O'qish keraksiz deb hisobladim-da, tushunyapsizmi? Ya'ni hozirgi 21-asrga o'qish sistemasi eskigan deb hisoblanadi. Butun dunyoniki. O'tiring, taka o'tirib gaplashing. Xo'p, keling, ayni mavzuga aytamiz. Davom etamiz. Nimaga o'qish kerak emas 21-asrda? Короче, qarang, hamma hozir onlayn, mana misol uchun hamma mana shu universitetki sistemalar bor. Любой qanaqa emas xayolingizga kelgan programmirование, любой mana ключевой знаниялар internetda bor-da, tekinga. Internetda o'rgansa bo'ladi. Ya'ni любой misol uchun universitetga kirmoqchi bo'lgan bola, misol uchun qaysidir yo'nalish bo'yicha o'sha informatsiyani tekinga internetda bo'lsa, misol uchun bitta device bo'lsa, kompyuteri liba telefoni, hozir hammada bor. Tekinga olsa bo'ladi o'sha informatsiyani. Lekin odamlarda shunaqa fikr qolib ketganki, ya'ni diplom olish kerak. Biladi u narsani, misol uchun hozir internetdan olishni yoshlar misol uchun ko'pchiligi biladi, internetdan, Googledan, YouTubedan ko'rib o'rgansa bo'ladi ko'p narsalarni. Har xil veb-saytlar bor ekan, programmistlarga, har xil sohalarga, любой sohaga bor. Kimyo kerak bo'lsa sohasiga ham borda. No, bitta narsa ushlab turadi, haligacha universitetga kirish uchun, ya'ni diplomsiz hech qayerga ishga kira olmayman deb o'ylaydi, tushunasizmi? Ana o'shaning uchun meni fikrim universitet bu kerak emas narsa, отсталый narsa, buni narsani yo'qotish kerak, короче. Mana o'sha Amerikada mana любойni kuzatsangiz, mana degan tam nima deydilar o'zbek tilida? Tadbirkormi? Предприниматель как будет на o'zbek tilida? Tadbirkor. Короче, yosh biznesmenlar hammasi o'sha kollejga kirmayapti, короче. Hammasi faqat chet elliklar, O'zbekistondan, tam boshqa mamlakatlardan borayotgan studentlar. Ani g'oya bilan qolib ketganlar. Amerikanlarning o'zi bo'ldi o'zi hammasi anaqa bo'lib ketgan, tadbirkor bo'lib ketgan yoshlari. 17 yoshdan, 16 yoshdan hammasi internet, tam kriptovalyuta, programmist, har xil bizneslar. Miyangizda tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan. O'shani hisobiga. Bu g'oyani chet elda oldim-da men. Основной. O'sha ko'rib bizni tengi yoshlar, bizdan kichkina bola nima qilayotganini ko'rib, hech qanaqa universitet diplomsiz, просто internet, YouTube o'zidan shuncha pul topayotganini o'zimni ko'zim bilan ko'rganimdan keyin o'zi
uzr kechirasiz, короче, Kira. Серьезно, chunki Dubayda короче, universitetimni davom etib, mana Xitoyda o'qiganman-da, keyin Dubayga borganman. Necha yil o'qidingiz? Xitoyda 2 yil o'qidim. Dubayda shuni o'qishga niyatida bordim. Qarang, mana bunaqa bo'ldi. O'qish niyatida bordim. Поступительный anaqasi bo'lishi kerak edi. Men o'sha поступительностьgacha bo'lgan fikrim o'zgarib ketdi. Shuni o'qishni tashladim. Ishga chiqib ketdim. Hech qanaqa kollej diplomisiz anaqada ishlab yurdim boshida, tam ofitsiant bo'lib 8 kun. Uni protsessida, полный mana shu Dubayli protsessida har xil ishlar qildim. Именно mana shu marketing va montaj tuda. Bitta firmaga ishga kirib oldim. Kosmetik firmaga ishga kirib oldimda, ular короче, meni ishga oldi. Hech qanaqa diplomsiz. Eng minimal oylik edi. Bu yerda zadumga qanaqa edi? U yoqqa borishdan oldin boraman, eng kuchli blogerga tekinga misol uchun ishga kiraman, montajyor bo'laman, operator bo'laman. Ichida yurib, полный informatsiyani olaman. Qanaqa, nima bo'lyapti, nima bu jarayon, qanaqa soqqa topadi, qanaqa soqqa aylanadi, hammasini o'rganaman. Men tekin ishlayman. Просто tam oziq-ovqatim, tam joyim bo'lsa bo'ldi. Men qolganlarda unaqa zadumka yo'q-da, tushunasizmi? Mana fikrlash doirani o'zi qanaqa bo'lishi kerak. Kirdimda, u yoqda короче, kompyuter oldirdim o'zimga. Tushunasizmi? Короче, yangi anaqa notebook oldirdim. Erta pullarga, nimaga? Chunki anaqani kompaniyani ko'tarish kerak, har xil reklamli produktlar qilish kerak, tuda deb kompyuter oldirdimmi? 24 ga yetdi mana qara. Ketishardi ular. Anaqalar. Ofisimdagilar ketardi, men o'sha yerda yotib qolardim. Kechasi bilan montaj qilardim. Ularning videosini bu yerda zadumki ularga ishlab beryapsan, eng kam oylik faqat ovqatingga yetayotganda bo'lmayapti. Bu yerda montaj skillimni обработка qilman. Полный praktikovat qilman. Nimaga eng kuchli bloger bilan ko'rsatib berish uchun o'zimning skillimni, tushunasizmi? Короче, mana shunaqa uxlab qolardim. Ertalab turardim. Ishlardim ertalabgacha. Ertalab chiqib ketardim ofisdan. Hech narsa bo'lmaganda ishga ketayotgandek qilib ko'rsatardim o'zim. Mana shunaqa qilib 3 oymi, 4 oy davom etdi. Keyin o'sha maqsad, ana bloger bilan ko'rsatib berdim, короче. Bir hafta montaj qildim videolarni, qilib jo'natib yubordim pochtasi orqali menejeriga. Unga yoqdi, короче. Tushunasizmi? Meni chaqirdi o'zining restoraniga. Movlogs, короче, hech kim bilmayotganlarga. Movlogs tanisizmi? 10 million Dubaydagi nomer 1 bloger. Unga yoqdi, chaqirdi, короче, o'zining restoraniga. Короче, men videoyini ko'rdim, menga yoqdi, motivatsion video chotki birga ishlaymiz. U bola bilan men sentyabrdan to noyabrgacha birga ishladim. Полный birga yurdim, полный informatsiyani o'rgandim. Boyagiga nimaga bu narsani aytib berishimiz sababi endi qarang, boyagiga qaytamiz. Полный yonida yurganingizdan keyin qanaqa pul ishlayapti, qanaqa summa aylanyapti u bolada. 10 million подписчики bor. Har kuni misol uchun parkovkasida Lamborghini bor, Ferrari bor, Rolls-Royce bor, o'zining villasi bor. Kuzataman. Da. Tam anaqasini ko'rasiz, YouTube analitikasini ko'rasiz, YouTube dohodini ko'rasiz, qayerdan yana pul kirib kelayotganini ko'rasiz. Misol uchun Arab Emiratlariga birinchi klassda, Emirates Airlinesda birinchi klasslarda tekinga uchib, sheyxlarning uylarida turayotganini ko'rasiz. U bola bilan ishlayotganingizda butun dunyoga tekinga uchib yurib, maza qilib yurganini ko'rasizmi? Voy savolingizga. Nafi kerak universitet. Bola ham universitetda o'qigan, misol uchun, lekin universitetda 1% bilimi ham unga foyda bermagan, chunki universitetlik paytida anaqadan boshlagan ham. Gamerski futbol o'ynab. Sekin ko'tarilib, o'qishiga anaqa qolgan. Mana hozir endi u bolaga misol uchun onlayn pul topadi, shunaqa summa topadi, kerak bo'lsa amerikanskiy anaqalardan, oti nima edi? Mana degan Oxfordni bitirgan odamlardan ko'p pul topadi. Kerak bo'lsa ularni ishga oladi, oylik beradi. Shunaqa urovenda. Ketishimdan oldin o'sha bolaga предложениялар bo'ladi. Har xil dunyoning universitetlaridan, tushunarlimi? Har xil mana degan ko'zga ko'ringan universitetlar, bizning universitetimizga kiring. Nimaga? Просто prestij bo'lishi uchun. Mana shu bola bizning universitetda o'qish uchun. Shuncha aytaman, bu buzilgan sxemada, shuncha kerak emas o'qish. Do'lga tushuntirib berdi, o'ziga istoriya tushuntirib berdi. Qani ishlaysiz? Hozir aloqangiz bormi Movlogs? Aloqa bor. Misol Dubayga borsam, yana ishlab ketaman shu bola bilan. Qanaqa aloqa qilasiz? Qanaqa bormi? Video ko'rsatib bering. Anaqa ko'rsatib beraman. O'rtoqlik bilmasanglar, men atrofga qo'yib qo'yaman, 10 million bola. Hozir telefonim olib ketdi, to'xtayman sizga anaqadan ko'rsatib yubordim.
Instagram'im bormi? Bitta adashmasam. Xalos. Operator montajyor edim, nima bo'ladi? Montaj yaxshi bilasizmi? Ha. Mashinadan boshlaganman o'zim. Nas. Отсылка. 2019 bo'lganman-da, 2009-2020 payt. Qaysi videosida? Tanosman bolam. Achkili bolam. Mana siz. Yo'q-mayo. Polni achkili, polni kompyuterni montaj qilib yuraman yonida 24 ga yetdi. Sırgasını tashab qo'yamiz razı. Tashab qo'ying. Oy, biraz qo'y. Shunaqa mayli. Shunaqa bilinadi-da, hajat. Серьезно, siz operator montajyor bo'lgansiz? Da. Ko'pchilik bilmaydi. Ya polni yurganman yonida. Da, polni kerak bo'lsa, Shunga siz yaxshi bilar ekansiz-da, подписчиgiz sizga no problem. bu istoriyalari bor. Polni 1 milliontaga o'zidan o'zi chiqib qolmagan. O'zbekistonda hali hech kimda yo'q bo'lgan payt menda birinchi bo'lgan bu narsa. Da. Men просто tashab qo'yganman bu narsani. Boshqa proyektlar bilan shug'ullanganman O'zbekistonda. Siz 1 milliontaga qanday erishdingiz TikTokda? Как так получилось? Qanaqa bu? Qanday 1 million? Короче, Mo bilan o'tiribmiz, avgust oyi, avgust liba sentyabr. Esimda. Короче, Mo Vlogs'dan restoranda o'tiribmiz. Hindistondan anaqalar kelgan. TikTokerlar kelgan. O payt hali O'zbekistonda aytaman, 100 ming подписчигim yo'q edi. TikTok degan narsalar rivojlangan. Короче, 20 million, 30 million подписчиги bor TikTokerlarga Hindistonliklar чисто. Instagramda 4,5 tam 5 million shunaqa blogerlarga. Endi u bilan yurganingiz ham вообще hech narsa emas-da, chorsu. Короче, o'tiribmiz, u YouTube'dan TikTok segmentiga ham endi babanaqa-yu analitik bo'ladi, kuchli analitik. O'shani o'rganish uchun mehmonga chaqirgan, короче. Ular ham zainteresovani. O'sha payt o'rgatib ketgan u TikTokerlar. TikTok nimaga kerak, будущийsi, nima beryapti, hammasini o'rgatib ketgan. Именно shu kuni TikTok ochib olganman-da o'zimni. Tak вообще qiziqmaganman. Qanaqa erishdingiz? Mana shu kuni boshladimmi? Shu kunidan boshlab birga ishlab yurgan paytimda mashinalarning videosini qo'yib yurardim. Mana shu Dubai mashinalari orasida animatsiyalar qo'yib yurardim. Tushunasizmi? Bu yerda ключевой narsachi bunaqa narsa edi. Bu yerda nima narsa qo'yish emas, algoritmni o'rganishda edi. Основной задумкам, tushunasizmi? Qanaqa ishlaydi algoritm? Buni zadumka. Chunki mana YouTube bilardim-da yonida yurganimda primerni qanaqa ishlashini. TikTokni bilmasdim. O'sha TikTokni o'rganish uchun har kuni mana o'sha hindistonliklar o'rgatib ketganidan keyin videolar qo'yib yurardim. Mashina, mushu, har xil narsa. Mana dekabrgacha mana sentyabrda ko'rishgan, avgustda ko'rishgan bo'lsa, o'sha TikTokerlar bilan hindistonlik dekabrgacha qo'yib yurardim. Dekabrda o'zi Toshkentga keldim. 12-dekabrda bitta video Mirovoyga strelять qilgan, короче. Tushib ketgan. O'shanda bir 4000 dama подписчик bor edi TikTokda. Shunda bo'ldi menda 1 soatda 15000, keyin 1,5 soatda 35000, keyin короче 3 soatda 250,000. Mana shunaqa bo'ldi. Orqasiga tegini ulab tashaverdim. Tushunasizmi? Xuddi shunaqa uchgan videodagi videolarni montaj qilib. Okey, boshqa bo'lib kesaman. Короче, shunaqa bo'ldi-ku. Algoritm tushunib oldimmi? Polni orqasidan uladim-da. Yanvargacha, fevralgacha shug'ullandim, shu bilan tashab qo'ydim. Undan keyin boshqa proyekt bilan shug'ullandim-da. O'shaning uchun mana qolib ketgan 1 million anaqaligi bo'yicha. Mana endi shug'ullanyapman, qaytib tiklayapman. Bunaqa istoriyani hali bilmaydi bu intervyuda bu ochilyapti. Hech kim bilmaydi. Eksklyuzivda. Hech kim bilmaydi. Hech kim bilmaydi.
Bu narsa o keladiga olib qo'ygan, nechasi? Pravo, men mamlakatga chiqqan paytimda olib qo'ygan. Chopib ketdi espressdan ham eksklyuziv bor-ku, eksklyuziv intervyular oladi. Chopib ketdi. Shunaqa baxtli insonman, omadli insonman. Juda ko'p streamerlar bo'ladimi yoki blogerlar bo'ladimi, yuzini men ko'rsataman yoki uyni ko'rsataman. Hech kim intervyu olmagan, bermayman degan ham bergan. Omadli bo'lib qolgan. Krasavchi. Xursandman. Seryoz shunaqa bo'lganmi? Moblog bilan ishlayman, bolani rasmga tushib olish kerak. Men tushib olaman. Окружение zo'rda, dunyoqarash keyin. Ko'pchilik bilmaydi, Oybekga qarochi shunaqa odamlar bilan ko'rishganman, u bilan birga yurganimda вообще katta odamlar, kerak o'zaro shayxlar, nevarasi, shayxlar, krugi, amakisi, dadasi, milliarderlar o'rtoqlari edi. Самый прикол, shunaqa odamlar-ku oddiyda, mana qanaqa o'tirib, shunaqa o'tirib, gaplashib, og'aynisida gaplashib o'tiradi. O'zbekistonga qaytib keldim. TikTokerlar bilan gaplashasiz, blogerlar bilan gaplashasiz, boshqa har xil urvindagi odamlar bilan gaplashasiz va ular o'sha Dubayda ko'rishgan insonlarimni erishgan urvinini 1% ga ham erishmagan. Bu odamlar men haligacha ko'rib kelgan odamlar, lekin shunaqa pafsda yuradi, shunaqa kibr havoda yuradi, ko'rsangiz bor, qilasizda bor, naturi. Qo'yasiz. Men gapirmaysiz, hammaga mana bunaqa odamlar stories. Mana shu joyni aytib ketib, jo'su joy kelgan. Qisirlar egarichi. Urvin nimalari. Ayrim vayinchilarga ham taalluqli. Ayrim vayinchilar o'zicha intervyu bermagan, bermasin. Mana shu gap tegishli bo'ldi. O'zi bilib oladi ayrim. Qanaqalar borda, content makerlar, vaynerlar, youtuberlar, вообще umuman mana shu media sohasidagi odamlar kimnidir to'g'ri bugun, kimnidir to'g'ri ertaga keladi. Chunki bu o'yinda kim yutadi bilasizlar? Hozir sizlar mashhurliginglar emas, qanaqadir trend bo'lib qolib, uchib hozir hamma taniyotgani, sizlar zo'r bo'lib qoldinglar emas. Bu o'yinda uzoq muddat davomida to'xtamasdan kontent qiladigan odam yutadi. Mana shu odamga misol uchun hozir kimdir gapirgan odamlar intervyu bermagan bo'lsa, misol uchun 5 yil periodda bo'lib to'xtamay kontent qiladi, shunaqa uruyin bo'ladi. Okajon, iltimos, endi iltimos deyiladigan daraja bo'ladi. Xolos, shuning uchun o'ylab yangi chiqayotganlar, misol uchun fikr doirasi hali bu narsaga yetmaydiganlar, misol uchun informatsiya olinglar, taklif qilinglar. Ayda maslahat. You know? Shachi. Qiladigan suv toshib ketadi, shu joyga qo'yib olasiz. Brat интересно. Dohodingiz qancha TikTokda? TikTokda 0 dohod, okey. YouTube'da qancha? YouTube'da ham 0. Monetizatsiya 0. Monetcha. Donat вообще har xil. Misol uchun kuniga tushib qolishi mumkin 500 rubl, nech pul bo'ladi? Nech pul so'm? 70 ming so'm. Misol uchun tasavvur qiling, 70 kuniga tushib qolishi mumkin 180 dollar. Donatdan. Kuniga tushib qolishi mumkin, misol uchun 200 dollar tushib qolishi mumkin. U bunaqasi redki, lekin u narsaga qarab boshlamaylik. Biza yashayotganimizning sababi bizani boshqa keladigan summaviy joyimiz bor. Shuning uchun biz imенно summaga qarab qolib ishlamaymiz imенно streamerlik. Chunki ko'pchilik mana shu narsani eshityapti-da. Men ahamiyat beryapman, streamerlar chiqib daxoya gapirib yotdi-da. Men buncha topolman, men buncha topolman. Hammaga qiziq bo'lib qolyapti oxirgi payt. Streamerlar ko'p topar ekan, tude. Streamerlar reально ko'p topadi, katta urovingda. Tamam. Yakuzani uruvinida misol uchun bemalol ayta olaman. Yakuzani uruvinida, senator uruvinida, Azik uruvinida bemalol misol uchun kuniga tam O'zbekistonda turib 100 dollar topsangiz zo'rmi? Kuniga 3000 dollar oyiga. Bemalol yashaysizlar, to'g'rimi? Mana shunaqa topsangiz bo'ladi. Mana shunaqa senator Yakuza Azik uruvinida. Lekin u uruvinga chiqqunicha assalomu alaykum, texnikani yig'dirish, professional montaj bilan shug'ullanish o'zi вообще misol uchun 2,5 dollarga tushishi mumkin. Misol uchun boshlaganingizdan keyin o'sha uruvinga erishishinglar uchun 2 yil minimum ketadi. Agar o'sha 2 yil ichida yengilib qolmasanglar, yengilib qolib, tam orasida pul bo'lmaydi, hech qanaqa motivatsiya bo'lmaydi, sizlarni поддержка qiladigan, davay, olg'a bosgan, hammasi o'xshaydi degan misol uchun qanaqadir mentorlar bo'lmaydi. O'sha narsani hisobga olinglar-da, cho'sizlar. Chunki bu narsani hech kim sizlarga gapirmaydi, bekor faqat aytadi bu narsani ochiqchasiga. O'sha
qichuv soqi topish uchun mana shuncha muddat $2000-$2000 kerak bo'ladi professional emasdan qichuv texnika yig'ib olishlik uchun. Конечно. Chunki biz mana yerdan bir yil pul ishlamaganman, faqat ko'p pulim kirib ketganda shu YouTube o'zimni rivojim uchun. O'sha Rossiyada yurardik, moneta tushunmasdim. Просмотрli ketavergan. Reklama tushunmasdim. Olmasdim umuman eshitdim. Просто так ради кайфа, ради hobby olardim, lekin mana hozirgi kunda daromad manbai bir tarafdan, hobbim ko'pchilik tanishadi, bu yaxshi. O'zbekistonda aytmoqchimanki, asosiy auditoriya Rossiyada bizniki. Lekin O'zbekistonda ham tanishyapti. Atak bizga asosiy auditoriyamiz Rossiyada. Rossiyaga borsam, Rossiyada na самом деле ko'chada har bitta odam taniydi. Ko'chada yursangiz, metroda yursangiz, hammasi taniydi. Musofirdagi. Atak bu yerda kam. Tanishadi kam. Chunki statistikani ko'rsangiz ham 75% Rossiyada bo'ladi. O'zbeklarmi Rossiyada? Chunki Rossiyada ham 7 million migrant bor ekan. Deputatlar bilmayman nima bo'ldi. O'zlaricha nimadir chiqarishgan ekan. Nima rivojlanmadi? O'chirib qo'ydi-ku mana yerda. Qanaqasi? O'zbekistondan O'zbekistondagi auditoriya sizni O'zbekistondan ko'rsa, unga reklama chiqmaydi, siz pul ishlamaysiz. Yo'q, endi bari o'chiq edi shuncha. Yo'q. Qizig'i bor, qaysi ma'noda soqib keladi, nima bilan. Hali 3 oy bo'ldi-da, короче, сообщение kelmayapti, xat kelish kerak atsiyadan. Haligacha kelmayapti. Pul ishlayotgan ekan. Pochta xizmatlarimizga assalomu alaykum. Maniki bir haftada keldi. Rahmat katta. Keldimmi? O'zbekistongami? Mana so'ra. Keldim. E'tibor bering. Sizniki kelmadi, maniki keldi. Men yangi kanal ochdim. AdSense'danmi? Bir haftada keldim. Yo'q, bir hafta emas, 10 kundan ko'p. 12 kun. Men 3 oy bo'ldi kelmayapti. To'g'ri bo'lish kerak. Chunki tanish bilishdi desizlar. Yo'q, men tanishim yo'q. Menda qanaqa tanish bo'ladi? Mana Bitta AdSense'danmi? Qanaqa tushunma. AdSense'dan yangi kanalimga O'zbekistonga, Rossiyaga emas. Qishloqqa keldim. Men nimadir neto to'ldirganman. Ko'rib beraman. Yakudzanikini ham to'g'irlagan. Yakudzanikini ham bu pulshasa bo'ladimi deydi. Ey dedim. Pulshasa bo'ladi. Uniki yaxshi-yu. Bunga ham bir tiyin yo'q, radio kayfa qiladi. Красавчик. Chunki anu donatamiz достаточно. No, на самом деле u bola puldan zoriqqan bo'lsa ham aytmagan ekan. Aytmaydi, ana intervyuda ham aytdi, men aytdi. Pul menga rol o'ynamaydi. Shunaqa deyveradi, okeanon bilan kichkintoy красавчик, короче. Zo'r bola. Zo'r bola. Xarakter bor. Молодец, короче. Keyin kim aytdi? Kira ham aytdi. Juda ko'p odam. Yomonlaganlar ham bo'ldi. Kim yomonlar? Yomonlagan. Kim yomonlar deb aytishgan. Короче, biz bir aleni Shohruz tarafda işte. Oxirgi payt ko'p yomon ishlar qilyapti-yu, nima bilan yaxshi bo'ladi. Ko'radi intervyuni. Ko'radi. Hammasini ko'radi. Yo'q. Shohruz o'zi aytdi. Bekjan Yakudzadan yomon ko'radi. Kim? Yakudzada. Bekjanni yomon ko'raman? Bekjan Aziz Tetsusan Hasanni yomon ko'raman degan. Nimaga? Ya'ni niyonivist bo'lgan odam. O'zi aytdi, ichim qoralik qilardi. Men o'zim. Kim boshlagan o'zi o'sib ketgandan keyin bu narsani to'g'riligini bilganman deb aytdi. Hozir fikrlash davrasi ancha o'zgargan. Просто ko'cha hayotga qattiq berilib ketyapti oxirgi paytda. Shu narsalarni sekin yig'ishtirib olib, bu yil 1 milliontaga harakat qilib bosib ishlasa zo'r bo'lardi. Chunki kam ijod qiladi bu. Kam ijod qilmaydi. Ijod qiladi, просто anaqa berilib ketdi sal oxirgi payt. Ya'ni qizlarga beriladi. Ko'cha hayotga, you know, pulga o'z bilot ko'rayotganmiz. Yakudza. Qayting, ijodga qayting. 1 million David qil. 2 yil ijod qiling, javob beraman. Mevalarimni o'zingiz yeysiz. Jannat mevalari bor shu. Yana nima yangi? Qachon uylanasiz? Uylanish temasini ham ko'taramiz. Ko'taramiz. Nimaga uylanish kerak deb o'ylaysiz? Ha, bering. Qo'lingizga sholingiz undoq qiling. O'ra ber ularnikini, uni paketlab ber. Qachon uylanasiz? Nima uylanish kerak deb hisoblaysiz? Yo'q, men savol berdim. Yo'q, men sizga savol berdim. 97. O'sha vaqt kelibdi. Siz necha yoshsiz? Necha yilsiz? 95 mi? 92 yosh katta ekansiz. Ya siz o'z fikringizni bilmoqchiman. Yaxshi ma'noda. Nimaga uylanish kerak deb o'ylaysiz?
Qo'lda. Siz savol bering, javob bering. Bu uylangani shunga. Javob bering. Siz uylamaganmisiz? Yo'q, o'zingizni fikrlash joyingiz bor-ku shu iminni nisbatan, shu ishga nisbatan. Короче, men uylanishni menimcha din tarafdan qaraganda ko'proq anaqa ko'chadagi anaqa nima deydi? Qing'ir ishlar bor-ku. Грубо говоря, o'sha narsadan haromdan uzoqlashish birinchi o'rinda. O'zingiz halolingiz bo'ladi. Uyda kutib o'tiradigan halol juft halolingiz bo'ladi. Keyin kelajagingiz, to есть o'zingizdan qoladigan nasl. И qanaqadir ayolingiz bo'lsa, двойная мотивация bo'ladi. Более серьезно qaraysiz kerak. Hozir siz seriyozdan qarayapsiz hayotga. Tushunmadingiz? Yo'q. Men hozir misol uchun po kayfu yuribman. Faqat ota-onam uyda misol uchun yuribman menda. Ayolim bo'lsa, farzandim bo'lsa, bunaqa 5-6 kun yura olmayman-da, guruhga. Hech kerak, qolish kerak. Shuning uchun hozir po kayfu. Bu asli noto'g'ri. Mana shu vaqt keldi. Siz nimaga siz uni savol berdingiz menga? Stressni savol beryapsiz menga. Men sizga savol beryapman. Ne unaqa hozir uylanmaslik kerak deb savolingizni boshlamayin-chi. Men javob beraman. Qachon to'y dedim? Qachon uylanasiz? Uylanmayman. Bu ishmi? Ha? Ya vaqt keladi uylanaman. Nimaga uylanmasligimiz sababi hali hech qanaqa finansiy tarafdan ustuvchiy, прибыльный narsa qilib qo'ymadim-da, tushunyapsizmi? Chunki hozir hamma yoshlar bor. Siz tengqurlaringiz sizdan kichkinalar, mendan kichkinalar, ya'ni meni tengdoshlarim O'zbekistonda qanaqa sxema, короче. Xuddi shunaqa sizdagi adalar, endi qo'pol qilib aytganda, yomon ko'rib qolishsa ham bu videodan keyin uylan bo'ldi, vaqting keldi deb uylantirib yuborishadi. U bolani na misol uchun tayinli ishi bor, na keladigan приходный biznesi bor, misol uchun finansiy tarafdan aytaman-da. Endi finansiy tarafdan nimaligini tushuntirib beraman. U bola uylanadi, qaysi pulga, ya'ni ota-onasi bir umrdan mehnat qilib yig'ib qo'ygan to'yiga toychog'imni uylantiraman deb qo'ygan puliga uylanadi. Fiksning. Hop, dalishcha uylanib oldi, to'rt bo'ldi. Nima bo'ladi keyin? Misol uchun xotini kasal bo'lib qoldi, xotini nimadir yegisi kelyapti, xotini homilador, shu nimadir yegisi kelyapti, nimadir trебует qilyapti, so'rayapti, nima deydi? Pulim yo'q deydi, chida deydi. Keyin bolasi tug'iladi, bolali bo'lib oladi. Keyin bolasiga pul topa olmaydi. Hamma muammolar nimadan boshlanadi? Oilaviy muammolar, finansdan boshlanadi. Oxirigacha aytib bo'lmadim fikrim. Men eshitmadim, qilib qoldim. Hammasi mana shu finansdan boshlanadi. Tushunasizmi? Hech narsasi tayin emas. U ayol chidaveradi, to'g'ri, dinda ham boshqa narsada ham ayol chidashi kerak, chidaveradi. No, erkak kishini o'zida ham harakat bo'lishi kerak. Hech narsasini, misol uchun oilasini oldindan o'ylab olish kerak. Misol uchun oilamni nima bilan boqaman? Bu erkak shu o'ziga mas'uliyatli bo'lishi kerak. Yaxshi narsa bilan boqiy, yaxshi narsa yediring misol uchun. Tushunasizmi? O'sha narsa menga yoqmaydi. Bizda eminni mana shu uylanib oladi, bo'y qiza oladi, ertaga o'xshamasa ham chidaolmadi-da, meni xotinim deydi, ajralib ketaveradi. Yana xuddi shunaqa, yana hech narsa o'zgarmaydi, priyetim bor. Hech narsa o'zgarmaydi. Bola shu. Cho'smi bo'ldi, bitta qizni hayoti ko'p bo'ldi, bola shu. Yana darshi, yana bitta kimnidir oladi. Ketaveradi. Xuddi shu narsa sxema davom etaveradi. Pakalini. Meni fikrlarim qanaqa bo'lishi kerak? Qisib turish kerak-da. O'sha aytayotganingizdek, men buni noto'g'ri deb. Men buni to'g'ri deb bilaman. Qilayotgan ishingizni lutchi qilib, qanaqa ish bo'lsa ham oldin ishini, stabilni hayotini oldin, o'zini hayotini, yagona hayotini o'zini o'zi eplab olsin. Finansiy tarafdan, pul soqqa tarafdan eplab olsin-da, cho'tki bo'lsin, hech narsadan qiynalmasin. Undan keyin shunaqa qilsinki, yana bitta odamning hayotini ta'minlaydigan finans qo'ysin. Stabilni kelib turadigan xarsmi. Undan keyin bemalol xotin olib, oila qursa bo'ladi. Shuning uchun men hozir shu urovingda emasman deb hisoblayman. Ya'ni misol uchun hozir o'zimni bemalol ta'minlay olaman. Tushunasizmi? Bemalol ta'minlay olaman. Svobodniy. Kerak bo'lsa ukamni ham boqaman. No. Ikkinchi insonni misol uchun потребностьni полностью расходini qoplash uchun men tayyor emasman hali budjet tarafdan. Yo'q, men tayyorman u narsaga. 2 yil oldin tayyor bo'lganman. Yo'q, men sizga nisbatan aytmadim, men общий bizdagi fikrlash doiralarini aytayapman. Bu gap fikringizga qo'shilaman finans tarafdan. Oiladagi katta janjal chiqishi ham bu arzimagan gugut yetishmovchilikdan janjal chiqadi. Buni bilaman, bu oldindan bo'lib kelgan narsa. Buni o'zim bilaman. Finansiy tarafdan. Kelajagining qo'r, keyin xotin ol, lekin bitta narsani biling. Siz gapingiz ham to'g'ri, lekin nohaq tarafi ham bor. Qaysi taraf?
ayol kishi kelsa, ayolingiz bilan birga rizq nasibasini ham beradi. Ha, Bilasizmi? ha. Aytyapsiz-ku. Noto'g'ri. To'g'ri aytasiz. Rizq nasibasini beradi u. To'g'ri aytasiz. auditoriya ko'p-ku, misol. To'g'ri aytasiz. U sizmi deymiz, misol. To'g'ri. Rizq. Baribir u rizq, misol hozir berayotgan sizga rizq Xudo beradi. Ming daho bo'lsa ham odam qisib qo'ysa u problema. Lekin Gapingiz to'g'ri. Aytyapman, finans tarafdan agar bu bizda hech nimani bo'lgan narsada ota-onamning oralaridan gap o'tib qolgan narsa bo'lgan. Chunki ro'zg'orda bitta narsa kamayib qolsa, ayol kishini vazifasi aytadi eriga, to'ldirib qo'ying shuni deydi. Erida cho'ntagida puli bo'lmasa, masalan, u aytgan narsangiz bo'ladi, konflikt обязательно bo'ladi. Urushadi. Gap tortishadi qancha. 2-3 kun zato 40 kun fayz ketadi, shunaqa deyiladi o'zi. Gapingiz to'g'ri. Lekin tayyor bo'lgan bola, tayyorda o'zi normalniy, o'zini o'ynab olgan, mashina, uy, joy, ofis. Bosursa u. Lekin endi yana bitta savol beraman sizga. Sizga qizim bermasligidan qo'rqmaysizmi? Menmi? Yo'q. Chunki men bilasizmi, qaysi prinsip bo'yicha o'zimni xayol qilaman, ya'ni o'zimga umr yo'ldosh tanlashni, ya'ni ana suvchi jo'natib yuborib, короче, yaxshi qiz ekan bo'lib, короче, uylanib ketdim emas, misol uchun. To'g'ri, misol ota-onam topib berishi mumkin menga o'sha qizni, обязательно u qiz bilan ko'rishib, misol fikrlash doirasini olib, misol uchun qanaqa qiz, o'tmishda kim bo'lgan, nima ishlar bilan shug'ullangan, tushunasizmi, qayerda o'qigan, короче, qanaqa o'ylaydi, nima ish bilan shug'ullanadi, tushunasizmi, по-любому shu narsa bo'lishi kerak-da. Fikrlash doirasi ham naqa o'qib qoladigan bo'lsa ham anaqa bo'ladi, g'alati bo'ladi. Hozir trendda bu mas'ul xabaringiz bormi bilmayman. Blogerlarga qizini bermayapti. Xabaringiz bormi? Xabaringiz bormi? Balki. Men bu narsa ishim tushmagan. Hamma narsa bor-da, qanaqa narsa bor-da. Pul hayotda hamma narsani hal qiladi. Bu mening shaxsiy fikrim. Любой joyda. Yo'q, bitta narsadan tashqari. Любой уровень. O'limdan tashqari nima narsa? Ha, bitta narsa. Xo'p, o'limdan deylik, qo'ying hamma narsa. Misol uchun qizini bermayotgani nima? Sharmandagarchilik nimadan? Hech emas. Siz shaxsiy fikringiz. Qizini bermayotgani? Nimadan? Qizini bermayotgani men o'ylashim bo'yicha ota-ona bu bola tipo har xil kinolar olaman masalan ko'rsatuvlar olinadi-ku, boraman. U o'yladiki, tipo babinlik deb. Siz shunaqa. Lekin men ishi tayinli ishi yo'q deydi. Menga o'zi aytgan. Lekin bilmadiki, o'sha insondan ko'p daromad qilaman. Misol uchun u $500 davlat ishida ishlab olsa agar qiynalib, men o'ynab 5 ming topa olaman. To'g'risini aytaman. Shariatman, nima? Uni bilmaydi ular, ishonmaydi, ko'rmagan. Shuning uchun boyagi sxema sizga patron. Qiz tanlashda misol uchun siz misol sovchi jo'natib olsangiz, u sxema bo'yicha masalan aytaveradi ular. Shuning uchun shunaqa o'zingiz fikrlash doirasi, chet elda o'qigan misol uchun yaxshi universitetlarda fikrlash doirasi to'g'ri. Odam u narsaga to'g'ri qaraydi. Misol u bloger bu unaqa deb ajratmaydi misol uchun. Blogerlar bor, который misol uchun реально просто подписчики bor, bir so'm pul topmaydi. Bir so'm pul topmaydi. Или qanaqadir reklamga taklif tushib qoladigan bo'lsa, qaysidir ahmoq kompaniyani menejeridan o'zini yo'qotib qo'yadi, bir marta pul olsa bo'ldi, вообще. Blogerlar bor, который реально O'zbekistonda turib konkretno o'sha biznes joylarini cho'tki qo'ygan misol uchun, cho'tki bizneslar qilib qo'ygan misol uchun, oyiga 20 ming 30 ming misol uchun tam qilib qo'ygan umli blogerlar ham bor misol uchun. Tushunasizmi? Bitcoinlarga tikib qo'ygan, допустим, menga o'xshab, bloklar kitob, har xil. No, aytaman, tushunasizmi? Summa misol uchun aytasiz-ku. Shuning uchun boya aytganimdek, ayolingizni fikrlash doirasi o'zingiz bilan past kelib qolsa, uni ayolini ham qarab chiqing. Yo'q, beradigani ham bor, lekin endi Oka, men tushunmayman, bitta narsani men bitta qarang, nima? gapiring shu gap. Qarang mana. Ketkingiz-chi. Jahli chiqyapti, to'g'risi. Men jahlim chiqyapti, menga naturida. Qarang, mana bunaqa narsa-da. Bermaydi degan g'oyaga yetibdi-da, qarang, bermaydi degan g'oya, bermadi. Beraman. Yunatdi. Pulga, misol boshqa narsa, gap pulda ham ketmayapti. Sochim ham qaysi qizni yaxshi ko'rib qoldi. Qiz meni yaxshi ko'ryapti. Bo'ldi. Bo'ldi. U kim ruxsat berishi kerak? Men tushunmayman. Kim ruxsat berishi kerak? Ota-ona, ota-onaning duosi olinadi. Oxfot xolinadi. Bo'ldi, nima u?
u unaqa ekan, bu bunaqa ekan. Hech narsam bo'lmaganida menga bermasmidi? Nima menga unaqa odamlar? Shunaqa fikrlaydi. yo'lida bermagan u. Naturida, o'shaning uchun bu narsa ham qiyin-da, o'sha. Misol uchun biznesmenlarga ham ayol olish o'sha qiyin. Chunki o'sha o'ylaydi-da, pulimga tegayotgan bo'lishi mumkin. Anaqasiga kambag'alga ham menga bermayapti deydi pulim uchun. Chunki hayot mana shunaqa, по-любому. Hammaga har xil ma'noda, Yo'q, qachon uylanasiz? Hali bermas aka. 3-4 yilmi? Hali shunaqa proyektlar bor, xudo xolisa 10 yil ichida Bosasizmi? bu o'zbek tili, bitta gap aytaman, sekretni. Bala. Bala. Короче, men 4 til bilaman. Короче, o'zbek, rus и ingliz, и xitoy. Xitoy tilini olib tashlaydi, mana bunaqa professional уровеньda gaplashmayman. Mana shu uchtasi professional уровеньda gaplashmayman. Rus tilida cho'tki gaplashmayman. Bilan kontent qilayotganimda, естественный kontent makerman, prikol qilishim kerak. Alohida gapiraman. Nimaga bu narsani aytayotganim sababi, shunaqa proyektlar borki oldimda, который o'zbek tili bu birinchi etap. Ertaga mana sekin rus tiliga kirib kelaman, o'sha chansmi. Ertaga sekin SNG bo'lganidan keyin amerikanskiy auditoriyaga sekin kirib kelaman, xudo xolisa, tushunasizmi? Bu narsa poetapniy bo'ladi. Men shunaqa odammanki, misol uchun bitta narsani gapirib qo'yib bo'ldi, qilmayman emasda, tushunasizmi? Chunki ana Moblocks bilan ishlashimni men Xitoyda haligimda planirga chiqib qo'yganman. Boraman, o'sha bola bilan ishlayman, короче. Tushunasizmi? Shuning uchun hamma narsani plan qilib olaman. Ishlashga maqsad qo'ydingiz? 1,5 yil. Xitoyda yurganimda oddiy student bo'lib, endi montajni o'rganayotganimda maqsad qilib qo'ydim. Dubayga boraman, mana shu bola bilan ishlayman deb. Ketdi protsess, ishlab yurdim. Xitoyda o'qib yurdim, orasida o'rganib yurdim, O'zbekistonga keldim, keyin Dubayga bordim. O'zbekistonga keldim, keyin Dubayga bordim. Dubayda har xil ishlarda ishladim. Oxiri erishdim, короче. Xuddi shunaqa. O'shancha aytaman, o'sha tillarni bilaman, hozir o'zbek tilidagi bu menga fundament. Xudo xolisa. Rus tilida, ingliz tilida, мировой полностью. O'shaning uchun uylanish hali beri Planda yo'q. Planda вообще yo'q, короче. Umuman yo'q. Xo'p, Otabekni ko'p mana shu konfliktlarga ko'raman sizni. Qanaqa? Ash konfliktda o'ynay olamasman. Haqiga. Mana ularni bo'ladi. Ha? Gonzo bilan, ha? Nima so'kishib qo'ydinglar? Gonzo bilan men anaqa bo'ldi, короче. Yo'q, aytmadi. Aytmasdi. Kerak emas bo'lgan odamga kerak emas bo'lgan yordamni berib qo'ydim. Bashshi to'g'ri gap bo'ldi lekin. Kerak emas bo'lgan odamga kerak emas bo'lgan odamni berib qo'ydim. Qasmanodagi reyt degan narsa bor stringda. Ya'ni misol uchun sizni eshitida 100 ta odam ko'ryapti. Siz olasizda o'sha odamlarni boshqa odamni prямой efirga jo'natib olasiz, nimadir yozgan. Короче, unda bizda nechta edi o'sha kuni? Katta onlayn bor edi, короче, mingtadan oshiq onlayn bor edi. Mingta onlayn degani bu 1000 ta odam ko'ryapti o'sha kuni. Men auditoriya bilan yaxshi gaplashishni yaxshi ko'raman. Shu payt auditoriyadan so'radim, kimni reyt qilamiz? Gonzo deb yozishdi. Menga farqi yo'q, kim ma'lumotli bo'lsa ham, shuni silkasini oldimda reyt qildik. PUBG bekkor deb. Короче, reyt qilayotganda, unda misol uchun 20 nechta odam ko'rayotgan bo'lsa, 200-250 odam ko'ryapti-da, bizdan o'tib. Yaxshi ma'noda. So'kmadi, rahmadi. Bu bekkormi? Bu короче, tuda-suda lishni gapirdi. Mendan yalinib yurgan intervyuni tuda-suda proyektim bo'lgan-ku, yalinib yurgan bu. Qo'pol ma'noda aytdi-da, Jonsonmi gapirdi, so'kib gapirdi bu narsani. Короче, yalinib yurgan bu cho'r tuda-suda, короче. Keyin menga uni yetkazishdimi? Keyin men aytdimki, короче, gapiraversin dedim. Yuzimga aytishga, короче, duxu yetmaganidan keyin gapiraversin dedim orqamdan. Keyin onamdan, otamdan onamdan so'ksa, men borib so'rab olaman onam uchun. Ya'ni ona bu svitoy, короче. Men borib so'rab olaman. Keyin uni yetkazishganmi? U prямой efirda hech qanaqa cheysiz, hech qanaqa so'kkanman onamni. Bozorchi degan, vallomati degan opamni, prostitutka degan, tuda-suda. Сразу kirdim,
shu strimiga qayerdasan? Qayerdasan men boraman, короче. Короче, Dagestanskiyga deyapti, misol uchun, ko'chaga bo'lgancha men boryapman Dagestanskiyga. Yo'q. Primoyda to'rgacha o'tirganman, yo'q, chiqmadi. Chaqirgan joyiga o'zi chiqmadi. Bu misol uchun qotgan o'qqa o'ylash emas, bo'lgan gapir, ya'ni po faktu aytib chiqmadi to'rgacha. Video qilmadi, primoy efirda turibman, chiqdi. Video qildik keyin. Ha, u keyin bo'lgan video. Ya'ni undan keyin bo'lganidan ertasi kuni men ofisga borganman, короче. Bitta o'zim kirib borganman ofisga, короче. Chiq deganman, короче, ko'chaga. Ko'chaga chiq degan paytimda chiqmagan ko'chaga, короче. Chiqmay, do'qinga o'tirganman, короче, yanimda nijdan kitib qo'ygan. Nijdan u narsani uyalmayman, misol uchun nijdan kitib qo'ygan, gaplashib turgan paytimizda. Nijdan kitib qo'ygan. O'sha telefonni sal orqaga atkinch qilib, o'sha oldinga boraman deganimda, pahani qarindoshlari mana eshiklardan chiqib, eminda pahanini gapirsa, Ahmetdan urgan, короче, boshimga qarab. Bir pahanini urmaysiz-ku. Ursam bo'lardi o'sha odamni misol uchun. Endi ularni chestiyo gapiraveradi. Men urmading, men aqli yetmadi. Ular aytishi mumkin. Boshqa auditoriya ham anglashib. Men chiqib keldi, men o'sha narsaga o'zim yeb bilmadim. Bir yozib yuborishi mumkin odam, men bilmayman, krisov yotibdi o'g'li. O'zi ana nima bo'lishi mumkin. Urmadim o'zim. Bo'ldi chiqib ketdim o'tdan. Akkuratni chiqib ketdim. O'sha keyin narsalarni konfidensial narsa o'zi ham bilmaydi. Keyin borildi, normalni gaplashib olindi, chiroyli bo'lib. Juda ham yaxshi atmosferada Bobur aka degan odam bilan. Xo'p. TikTokka bildik. Qanot ko'tarilganingizda. Algoritm bilar ekansiz, YouTube bilar ekansiz. Demak, men hech problemasi yo'q, men maza qilishdim. Maza qildim. Masalasi qildim, xolos. La atak konditsioner qo'yib olish kerak. Ventilyator, konditsioner pul yo'q. Otabey bu yil Dubayga uchmaydi. Ketmaydi. Bala. Ketadimi? Bu yil borib yo'l ochilishi bilan 3 ta joyda namerение turibdi. Ya'ni hozirdan 1, 2, 3, 4, 5 ta joyda ekan. 5 ta joyda chiqib ketish bo'yicha. Variantlar. Da. O'zbekistonda. Monologs bilan video qilmoqchimiz. Monologs bilan xohlagan paytda video qila olaman. Nimaga emas? Kerak emas, chunki hozir. Hozir kerak. Da, hozir vaqt emas deb hisoblayman. Chunki men uni yonidan chiqib ketdim. Bu realniy gap-da, bu narsa misol uchun bilmayman qanaqa fikrga borasizlar, короче. Realniy temani aytadigan bo'lsam, короче, u bolani oldidan ketish qanaqa bo'lgan, misol uchun zo'r summa bo'lgan. Zo'r hayot, u narsa sekret, konfidensial. O'zimizdan kelishuv. Tekin ishlaganman men. Короче, ketishimdan oldin misol uchun yaxshi hayot edi, короче, yomon emas misol uchun. Yaxshi hayot edi. Biz har kun qichuq odamlar bilan ko'rishamiz. Zo'r fikrlash doirali odamlar bilan, puli bor, milliarderlar bilan ko'rishamiz. Bitta dasturxonda o'tirasizlar. Короче, ketish qanaqa bo'lgan? Zadumka qilib qo'yaman, bo'ldi, короче, vaqti keldi. Любой moment, misol uchun, u inson o'ziga montajyor, operator topa oladi. Tushunasizmi? Bo'ldi, men hech kimman, короче. Hech narsa meniki emas. Ferrari, Lamborghini, tam villa, hech narsa meniki emas. Bo'ldi. Любой moment uchdim, men hech kimman. Minayku. Tam oyim kelganlar Dubayga aylangani. Kelgan paytlari aytganmanki, ya'ni men O'zbekistonga 1 yilga boraman. 1 yilga boraman. Qaytmoqchiman. Nimaga qaytmoqchisan? Ota-ona anaqa o'ylaydi, yaxshi hayotdasan. Keyin короче aytganmanki, короче, men borsam uy bilan поддержка kerak deganman. Alohida uy bilan поддержка kerak. 1 yil menga hech kim tegish kerak emas. Bo'ldi. Поддержка kerak. Men o'zimning proyektim bor, miyam ushlab turgan, o'sha narsani qilmoqchiman. Bo'ldi. Oyim bo'ldi degan. Любой moment поддержка qiladilar. Onajon dushing. Majon ko'rsatamas. Любой moment, любой joyda, любой chiqib qo'ygan boqim bo'lsa ham, короче, yordam beradi. Ana ximildi. Mana nechta
periodingizni yiqilasiz, yiqilib yengildan boshlaysiz, yiqilib o'sha hamma periodni yiqilib yengildan boshlashimga sababchi onam bilan bo'lganlar, поддержка qilib. Mana oxirgisini поддержка qildilar O'zbekistonda, mana shu turgan uyimiz ham menga tegishli. Короче, поддержка qildilar, ilib ketdim men. Bo'ldi, oxirgisi dedim, mana shu iltimosdan bitta mana shu oxirgi yordamingiz, mana shu meni поддержка qo'ying dedim. Bu yo'qni eplab ketaman, miyamda hamma informatsiya bor, hamma naqa bor. Mana etudim sizga bu yoqqa kelib nima qilishimni qildim, ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Bu yoqqa borib mana buni qilmoqchiman dedim. Ko'rsatdim dedim, vosh boshqa ощущение bo'lar ekan-da, joni. Уже pulga kirganingizdan keyin, ko'rsatganingizdan keyin vosh boshqa ощущение bo'lar ekan-da. Уже mana короче, qarang, 1 yil period berdingiz, 1 yil periodda mana real o'xshadi короче. Shu srokka o'zida o'tib ketmadi, kamayib ketmadi. Именно shu srokda o'xshadi o'sha va'da bergan ish. И mana уже hozir shunaqa sharoitki, любой joy o'sha aytayotgan 5 yil mamlakatimga chiqib keta olsam, hech qanaqa ishda ishlamasdan turib, qo'pol qilayotganda, o'sha yerda o'zimni eplay olaman. Просто чисто onlayn dohodda o'zini. Hozir yana bitta savol bor. Sizni logotipingiz. Aytgancha boy, savolingizga boshqa joyga burilib ketdim. Qaysi savolingiz? Nimaga ketganman? U bolaga va'da berganman, короче. O'sha boladan ketishimni, короче, xudo xolisa, shu urovingga chiqqanimda to'qnashamiz, короче. You know? Qancha bir million YouTube'da bo'lsa, shu paytda yoniga boraman, mana короче, you know, bekor ketmayman, mana erishdim degani, просто u bolani ощущенияларni ko'rmoqchiman-da. Mana onam bilan ощущенияларni ko'rdim. U bolani ham ощущениясini ko'rmoqchiman-da. U bola bilan yurdim, birga tam o'rgandim, nimadir qildim-da. Ketyapti-da u bola yoningizdan-da, oradan 1 yil, 1,5 yil, 2 yil vaqt o'tdi, qaytib kelyapti-da. O'zini mamlakatida katta auditoriya bilan kelyapti YouTube'ga bo'lib, mashhur YouTube'ga bo'lib. Shu boshqacha ощущение bo'ladi-da. Kinosi bo'ladi, istoriyaga bor. Serial ovozimiz Pavratskiy. Kratkometraj. Ko'rgansiz kinoni? Ha, yo'q. Kinolaringiz anaqalarni ko'rgan. Progress, protseslarni to'sh. Короче, qarang. Menda endi savol. Brend emblemingiz bor. Nimani ma'nosi? Savol. Nima u? Ma'nosi nima uni? Bitta shani ayta olmayman lekin. Boshqa konfidensial informatsiya. U sizga taalluqlimi? Sizga bog'liqmi? Meni lichniy hayotimga bog'liq-da, o'shanga hech kimga aytmayman u narsani. Xo'p. Bekor aytishim mumkin, logotip hech kimga aytilmagan shu paytgacha. O'sha logotip nima u? Aytolmaysizmi? Bekor nima ma'nosi? Bekor ma'nosi bek, ota bekka oxir bekda olingan, ko'r degani bu yaris degani, ya'ni olov bor, otash deydi. O'shani olov, как бы o'zbek tiliga qo'pol qilib tarjima qilingan bo'lsa, tipo bek, olov. Tipo bek yaris. Mush, you know. Ding. Logotip. Qachon aytasiz? Hali. Aniz bor, kiyimlaringizni chiqaryapsiz. Unday ham aytmaydi, aytish shart emas. Hamma o'zini zadumkasi ketadi, o'tdi. Интересно. Hamma narsaga yetib tejadi, bitta ishni aytolmayman. Hali vaqt kelmadi, deyapti. Keyin safar intervyu berganingizda, 10 minutlarga chiqib olay, xudo xohlasa. bo'ldi, lekin aytasiz, to'g'ri. Shu payt xudo xohlasa. Lekin mavzu qidiraman. Uni miro urovingda aytaman deganman-da uni. Ya'ni odamlar kulgili tuyulishi mumkin, mana shu bola miroga chiqadi deb. Xudo xohlasa O'zbekistonda miroga urovingga chiqa olmaysizlar, qo'pol qilib aytganda, to'g'ri aytadigan bo'lsak, chet elda chiqsanglar bo'ladi. O'shaning uchun chet elga ketish mo'ljallab turibman. O'shaning uchun shu miro urovingga chiqqanimda xudo xohlasa Intervyuda ko'rishadi. Aytadi. Topishsa topisha olmaydi, hech kim yozishadi. Nima savol qilasiz? Mani o'zim qidiraman. Hech kim topa olmaydi. Mayli, topa olmaydi. Premyerni ham yaqinlasha olmaydi hech kim. Вообще. Premyerni ham hech kim yaqin ham kelmaydi. Hech kim yaqin kelmaydi. 100% yaqin kelmaydi. Hech kim yaqin ham kela olmaydi burasi. Nima u? Hammada zadumka bo'lishi mumkin. Mason, pason, tam tuda, kimlarnidir odami, tam chet eldan kelgan, O'zbekiston segmentini olib ketdi. Nifiga. Hech kimga aloqam yo'q. Masalan, bu yerda yashayotgan emasdim. Qanaqa bir villalarda, tam sponsorlanganlarda yurgan bo'lardim, Malibularda.
Unaqa hech qanaqa narsa yo'q, mas'ullarga umuman aloqasi. No, просто o'zim lичный hayotimga tegishli, ya'ni qolib ketgan bitta og'riq bor. Именно mana shu, короче, motiv, katta bekkor motiv uchun. Ertaga xudo xolasa mana gapimni eslab qolasiz. Ko'pchilikga kulgili bo'ladi. Mana shu bola hali boshqa amerikanskiy shoularda yoki rossiyskiy shoularda o'tirgan paytida esingizda mana shu bola menga mana shunaqa deb ketgan edi, o'sha yerda o'tiribdi, уже deysiz-da. Shu уровеньda aytaman xudo xolasa. Mashinangiz bormi o'zi? Yo'q. Mashinaga qiziqish ham yo'q. Qiziqish bor, haydashga ketaman. U kimdir tanishlarni kelib qolsa, "Da bitta hayday, hammaligini haydayman." No, o'zimga yig'ib olsa bo'ladi, no, lучше investitsiya qilgan yaxshi. Uzoq muddatga. Investitsiya qilgan yaxshi. Uzoq muddatga. Ertaga Uzoq muddat turish yaxshi-da. kriptoga tikib tashlagan yaxshi. Kriptoga tikkansiz. Kriptoga tikib yuraman, bo'ldi. Tushib qoldi, tikib qo'yaman. Tushib tikasiz. Yaxshi. Mana ular aksam bor. Menga ancha yaxshi bo'lgan. Qichur. Biz keldi kripto emas, men kriptoni tushunaman. Kriptoni ko'tarilishini ham bilaman. 5 yildan keyin, 10 yildan keyin nima bo'lishini ham bilaman. 4 yil oldin kimdir taxmin qilgan, taxmin emas, intervyuda aytgan. O'sha narsa bo'ladi hozir. Men ham bilaman. Bilasizmi kimni? Robert Kiyosaki. O'sha inson taxmin qilgan. 60. O'sha bo'ldi. O'sha ish bo'ldi, lekin buni nima baribir samiyaga bor, mana kriptovalyuta o'tishni istoyapman. Aksiyaga, ko'zim yetgan kompaniyalarga. Tushunmagan ishingizga ozgina investitsiya qilib qo'yish kerak bo'ladi. O'sha boshqa o'zi tushungan narsalarni qilgan yaxshi. Xudo xolasa ukaxon bilan ajoyib suhbat bo'ldi. Bular вообще siz ishonasizmi? Sizni videoda ko'rishadi-yu. Xafa bo'lmang, tipa Kuchinskiy. Hali fikrlashib bitta kvartirada deb o'ylashadi. Aslida yaxshi fikrlash. Fikrlashmi o'shni? Просто odamlarga nima kerak bo'lsa shu beriladi-da, o'zbekcha. Ko'rdingizmi? Ana. O'rtoqlar ko'ringlar. Otabekga Yoqubek kammi ko'pmi? Savollar bo'ldimi? O'ylar, ketib qolasizmi? Ketmayman. Bilis savollar bor. Qanaqa bilasan? Как раз sizga Chuq-chuqni tam temalarni obsujat qilmaymizmi? Nimalarni, давай. Nimani obsujat qilamiz? Yo'q, bo'ldi, savol shu. Zerikarliga. Vaqti temalar o'tida hali kelyapti. Tugadi, bo'ldi. Yo'q, endi bo'ldi. Jan ochib tashlayapsiz sirlarni. Nima qilay? Bitta logotipda xafa bo'ldingizmi? Bitta logotip. Qaysi keng? Ha, keng sabab. Aytasiz, unda 10 million bo'ladi sizga kelamiz. Yo'q, ungacha kelishdi. Da xolos. Da. To'yga taklifsan borasan? Siz to'yingizga? Ha? Shu bog' oshlari bilan men Siz chusga bormaysizda, popga borasiz. Siz xatlisiz, Namanganmi? Popman. Bitta joyda joylashganmi? Pop, chus keladi. Boramiz, va shu farqi. Bir kesinglar. Boqqa boraman. Yo'q. Keyin toqqa boramiz, tachi. Boqqa kel, toqqa. Kel. Oqqa. Kel boqqa. Ana pichog'i bering. Buni pichog'i xanjarim. Bu ko'rsatuvimiz homiysi kebi pichoqlari. Nima pichoqlari? Kebi xanjarlari. Kebi xanjarlari. You know. Endi xeytirlar ham jim o'tiradi. Joy zoom qiladi. Bekor. Tak slow motion qo'yganish joy. Bizda hojichada ismingiz Bekor kubok. Ishsiz degan. Yo, серьезно, bekor. Bizda Bekor. Bekor deydi-ku. Bekor. Ishsiz. Просто, kстати, nick kelib berishi mumkin. Nima imенно bunaqa nick tanlanganini? Bekor, misol uchun bizda ham bekorchi deb o'qiladimi? Bekorchi. Bu aslida anaqaga qarab qilingan-da. Kelajakdagi mirovoy brendga qarab. Chosma o'ylanayotganda. Marketing bo'lib ishlaganman. Ya'ni любой tilda oson o'qiladi bu. Misol uchun kitayslar ham o'qilaydi, buni ikkita bo'g'im bilan. Bekor misol uchun o'qilaydi, chosma. Yaponlar ham o'qilaydi. Любой tilda o'qib ketiladi. Shuning uchun eslab qolish oson, o'qilish oson, ikkita bo'g'im chonsim. O'shani hisobga olinib, mirovoy brend kelajakda shunaqa qilingan, короче, Bekor deb ingliz tilida. Ha? Kelgan. Nima kelgan?
Endi O'shalar. Logotiplar. Siznikimi? Kebio? 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 Kebio degani? Kebio. Injebio. Injebio. Kebio. Siz brendingizmi bu? Telefon ishlab chiqarsizmi? Endi yopishtirib qo'ydingizmi post? Yopishtirib qo'ydim. Kebio telefonlari qatdan olsa bo'ladi? Telefon qisqa telefon tayyorlaymiz. Hanjarlar, hanjar, production. Kibio, Kibio. Miroy brend. Anaqa yo'qmi buni? Siz anaqasi yo'q? Analogi yo'qmi hech qayerda? Anavmi? Siz aytmoqchisiz ekanmisizmi? Endi mana shu misol uchun Nik bilan boshqa dunyoni hech qaysi mamlakatida hech qanaqa brend yo'qmi? Yo'q, mana qarang. Buni bundoq siz Oybek. Mashini. Mashini. Mana qichligini. Siz chiqardingiz, siz qildingizmi buni? O'zingiz qilib o'tirdingizmi? O'zimiz tayyorlaymiz-ku buni. Allamay. O'zimiz sotamiz Toshkentga. Nima chaqirib kelmadi, ishlatmaydi bo'ladi. Yo'q, bu suvenir. Ha. Chaqlamaganim sabab bu, agar ushlab olsa, tiqib qo'yadi. Manimi? Yo'q, bizni. Sizni. Chaqlamaganmiz shuning uchun. Bu poyezddan olib ketaverasiz. Любой joyda ushab qolsa, любой joyda ushab qolsa, chiqarib turib, "Oka, bu charxlanmagandi, bundoq qilib qo'yasiz." Cho'chib ketdilar. Kechangizdan ovozingiz bo'ladi samolyotda. Suvenir hisobida. Buni charxlatsangiz takoy. Unda birinchi savollarga tayyormisiz? Подписчикlar. Bardino ukasi, Rikimizdan va Lomatimizdan o'zingda yururlaring, qaraychisan. Nima deysiz? Подписчикlarga. M24 ham, M416 ham kerak. Tushunsan, bitta hanjar bilan butkani tozalab chiqaman. Addishilarga ko'shkayib qo'rdim, mana anaqa. Mana yana. Xo'p, o'rtoqlar, unda biz endi xoyizga yetib Yaxshi bilishsiz buni. Короче, bu intervyu o'zi motivatsion bo'lish kerak edi. Qanaqa bo'ldi? Boshini bo'ldi. Ay siz ko'rasiz, chetdan ko'rasiz. Anaqa qilingchi, bilinch savol berib qo'yingchi. Dubay poytaxti. Dubay o'z poytaxti. Mas'ud Abu Dhabi, Birlashgan Arab Emiratlar poytaxti. Shahar. Dubay shahar. Emirat shahar emas. Emirat. Emirates. Emirat. Bo'ldi. Nima bu?